Bugungi videomizda sizlar bilan ma'ruza qilib Athenos'da qanday qilib mine qilishni o'rganamiz do'stlar. Qanday qilib Athenos'da mine pluginini qo'shishni o'rganamiz do'stlar. Ana let's go. Birinchi o'rinda biz rolikka programma birinchi o'rinda biz Chrome yoki Google yoki Yandexga kirib olamiz va Yandexga kirib poiskaga Athenos deb yozib birinchi saytga kirib olamiz. Hop bola, kirgandan keyin play deb bosasizlar, ya'ni bu play. Agar isada hozir mana bilishcha yozamiz. Bo'ldi mana. Mana play deb bosasizlar endi. Play deb bosamiz. Hozir play kirdi, hop mana kirdi. Asroqqa tushamiz va esa mana bu yerda bosamiz. Ya'ni create deb bosamiz yoki create server deb bosamiz. Sizlarda create server bo'lsa, create server deb bosasizlar. Okay, kirgandan keyin esa bu yoqqa nick yozamiz. Bu yoqqa nom qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bizda qo'ymoqchi bo'lgan nomimiz Shoh qo'yamiz. Shoh bo'ldi. Mana uni bosasizlar. Va men yoqqa uni bosib rasm qo'yishinglar mumkin. Xohlagan narsalarni qo'yishinglar mumkin va bittadan create qilamiz yana bir bor. Create qilib bo'lganimizdan keyin bizlar bitta bosamiz. Agar sizlarda shunaqa chiqsa, bitta bosib olasizlar. Hop, mana bo'ldi. Endi biza softwarega kirishdan oldin mana yoqroqqa tushamiz-da, mana bu yerda vanilla turadi sizlarda, mana yo'q. Mana softwarega kirasizlar, короче. Bitta tushuntirishim qiyin bo'ladi. Softwarega kiramiz. Hozirchalik 5 sekundlik. Okay, mana bo'ldi. Hop, softwarega kirib Paperbucketga kirasizlar. Wow, sevet o'ynayapti vallahi. Okay. Hop. Okay, Paperbucketga kirib, betdan 1.20 tanlaysizlar. Chunki Katamine biz mine qilmoqchi bo'lganimiz uchun bizga 1.21 kerak. Hali buni biz hozir sizlarga oddiy qilib mine qilishni o'rgataman. Keyin esa o'sha mine minutli boshqa narsalar qilishni ham o'rgataman. Okay, mana shunday keyin versiyani yuklaymiz. 1.21 versiyani tortib yuklaymiz. Okay. Keyin esa biz qilayotgan ishimiz Paperbucket, ya'niki plugins chiqadi. Plugins shunga kirasizlar. Kirgandan keyin nima qilamiz deganlar uchun sizlarda bunaqa narsa chiqmaydi. Yoki chiqsa, bilmadim. Okay, bu yerdan nima qilishinglar kerak? Qaranglar. Sizga ko'rsatgan narsam bu yoqqa Katamine deb yozasizlar. Hozir biz Katamine deb yozishimiz kerak bo'ladi. Okay. Faqat Katamine. Okay, bu yoqqa Katamine deb yozish kerak. Zo'r bo'ldi, videosi sal aniq bo'ldi. To'xtab qoldi chunki oldimga odam kelib qoldi. O'shaning uchun videoni stop qildim. 6 minut. Lekin bu sizlarga tez o'tadi. Hop, mana Katamine ekranlarni turibdi. Katamine deb yozasizlar. Okay, kiramiz Katamine'ga. Okay, Katamine'ga kirganimizdan keyin nima qilishimiz kerak degan savol taqib chiqadi. Okay, Katamine'ga kirib birinchisiga yuklab olamiz. Avval ikkinchi qismi chiqishini xohlasalaring videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib tashlaylar. Ikkinchi qismini ham chiqaramiz. Okay, bo'ldi. Mana Katamine qo'shildi va endi Optionsga kiramiz. Ya'ni ruschasiga настройка. Hop, bittan option va mana chiqadi. Okay, molla короче mana kirganlardan keyin mana yerda Creax yo'q qo'yasizlar, ruschasiga birinat yoqamiz. Yoqalardan keyin bo'ldi. Yoqalardan keyin bo'ldi. Shu bilan tayyor. Mana bosib tagiga nimadirlar yozib qo'ysalar bo'ladi. Va serverni onlayn qilamiz. Server yonishini kutamiz endi. Keyin mana start bo'lsa server yonadi. Men server yongandan keyin ko'rishamiz sizlar bilan. Bolalar, mana ko'rishinglar mumkin. Mana serverimiz yonib qoldi. Mana qo'yib. Birinchi
Okey, mana server yonib oldi va endi biz nima qilishimiz kerak? Chatga vanid deb yozamiz va mana bunaqa boltacha beradi bizga. Okey, albatta bolalar, mana shu katamayimiz qo'shganlaridan keyin word editni qo'shishinglar kerak hozir. Lekin word editni ham qo'shishni biladi, ko'pchilik bilmaydi. Bilmaganlar uchun guvohlik beraman. Okey, mana word edit bookga kirasizlar. Word edit keyingi videolarda, keyingi qismlarda maza qilib qo'ygan narsalarni o'rganib chiqamiz bolalar. Kanalımızga shuning uchun obuna bo'linglar, bizda qiziqarli narsalar bo'ladi. Okey, mana Word editga kirganlardan keyin mana pastroq o'tisizlar, mana bunaqa yashili bor, shuni yuklaysizlar. Okey, bo'ldi. Yuklab bo'ldik. Endi yuklab bo'ldik va serverlarni bitta restart qilasizlar. Men restart qilmayman. Chunki menda bor Word edit pluginim. Okey, mana bo'ldi. Keyin esa o'sha pluginni qo'yib serverlarni bitta restart qilib, keyin vamp deb yozasizlar. Sizlarga boltacha beradi. Boltachani mana bu tarafga urasizlar va mana bironta yaqin, mana uzoqroqqa borib, keyin pastga tushib, mana shu yoqqa to'dinglar. Yana pastga, mana bu yoqqa urib, keyin mana yoqqa chiqib, mana bu yoqqa uramiz va chatga nima deb yozamiz? Birinchi o'rinda biz yozayotgan narsamiz Katamans va GUI va GUI emas, Katamans create deb yozib, mine deb yozamiz. Katamans esa mine deb yozganlardan keyin ya'ni Katamans va GUI mine deb yozasizlar va mana shunaqa joyga olib kiradi sizlarni. Keyin bu yoqqa joyga nima qilamiz deganlar uchun mana toshni bosasizlar. Toshni bosganlardan keyin mana bunaqa narsalarni qo'yib chiqasizlar. Qo'yib chiqqanlardan keyin bu yoqqa bosasizlar va mana yerdan o'sha qo'yib chiqqan narsalar, ya'ni mana kreativga kirib mana deb yozsalar, mana shu hammasi chiqib keladi. O'sha yerdan bir olasizlar va orada stone deb yozib, mana stone bilan keyin monostoneni olasizlar-da. Keyin esa men sizlarga ko'rsataman, chunki men mine qilib bo'lganman. Mana keyin mana bunaqa joyga o'shalarni qo'yib chiqasizlar, ya'ni olgan ko'mir, battar, gold bilan hammasini qo'yib chiqasizlar. Kreativda olgan stone bilan cobblestoneni qo'yishinglar kerak. Qo'yamiz. Keyin esa bularni bu mine tayyor degani emas, bolalar. Hop, mana ko'mirga kirasizlar va buni mana yerdan yashilni mana shu yerdan bitta 1% qilasizlar, mana yerdan bitta bosasizlar va orqaga qaytib bittadan 1% bitta qilib qo'yasizlar, orqaga qaytib hammasini shunday qilib bir qilib chiqasizlar. Emiratni ham bir qilamiz, qolgan narsalarni ham bir qilib qo'yamiz. Qaytaramiz. To'tala. Bola sizlar uni qilib o'tirishinglar kerak emas. Nima bittasi qo'ying. Men sal ko'payib ketdi o'zim asosiy ma'yinimda. Ko'payapti juda. Hozir mana. Desiz uramiz. Hozir bolalar nima juda o'tyapti. Ey, garchi tushunmaysizlar, bolalar hammaga xayr bilan. Xo'sh, odat emas. Hali beri. Allah bilmasa, nima qilamiz hozir? Ana katta minus qo'y qilib, mana qilib hammasini 1% dan qilib chiqasizlar. 1%. Keyin meni 1% bo'lish kerak. 1% bu o'ladi. Bo'lay e'tibor bermanglar. Bunaqa davishlarga. Hammasini xullas Word edit bilan urib chiqasizlar hamma yoqqa. Ya'ni urib bu yoqqa qilasizlar va chatga create keyin nomi mine qilib qo'yasizlar-da. Keyin mine deb yozib shuni enter qilasizlar va mana Katamans mine deb yozasizlar va sonyaga kirib bu yoqqa emerald gold, diamond boshqa narsalarni qo'yib chiqasizlar, gold bollarni. Keyin esa nima qilamiz deganlar uchun keyin esa nima qilamiz shuni. Keyin esa ya'ni ki mana hozir ko'rsataman. Mana xabar oladi hozir.
agar mana sizlarga kerak bo'lsa, mana bunaqa mayda minut, necha minutdan keyin mayin yangilanadi degan narsa kerak bo'lsa, Katamans Gui Mine deb yozib kirasizlar va mana bu yerdan mana minutga kirasizlar, ya'ni mana minutga kirib, yo'q, bu yoqqa kirib, mana yoqqa kirasizlar va bu yerdan mana 514 mana yashilni bosib mana 514 qilasizlar va orqaga qaytib va buni fakelchani bosasizlar va buni Repairless Air bosib qo'yasizlar va buni bosasizlar. Mana mine yoniga kelsizlar, mana sizlarda aniq ko'rsatadi. Minut va uzoqlashsalaring, mine uzoqlashsalaring mana. Uzoqlashdi yo'qoladi. Meni yaqinlashganingda keladi. Keyingi qismlarda mana bunaqa bu yer qilishni o'rgatamiz. Bolalar mana bunaqa bu yer bosing va soting degan narsalarni yozishda ham. Bolalar bugungi videomiz shundan iborat edi. Hammaga xayr, sizlar bilan nima qilib mine qanday qilib qayta, ya'ni mine qanday qilib restart qilishni ko'rsatmadim. Hop. Katamans reset va mine deb boshlang. Mine'lar yangilanadi. Bolalar reset emas. Kamal mana shunaqa deb yozib, shunday enter qilsanglar mine'lar yangilanadi. Ja bo'lmasa yangilanish kerak emas. Mana bu yerda mana sizlarga ko'rsatdim. Shunaqa mana bunaqa minut chiqarib qo'yasizlar, keyin bo'ldi, o'zi mana shu minutdan keyin yangilanaveradi. Bolalar, hammaga xayr, sizlar bilan mana bu chog'ida hammaga xayr tugadi. Unda qarang, keyingi videolarda mana shunaqa bu yer va bu yerga skilllar, boshqa narsalar qo'yishni o'rgataman. Unda hammaga xayr bo'lsin, sizlar bilan avval shoq bo'ldi. Unda tugadi. Xayr, palov.